qaysi kelsan? Cho'milib ol. Voy, bu qiz vashshapasni ekan-ku. Chiroyli ham ekan. Agar yana bir marta gulob kelsang, boshingga ekib qo'yaman guling, tushundingmi? Ana shu qizga soch jo'nataman. Bunaqa qizlarni yigiti bo'ladi. Ko'rdingmi, sen ham shunaqa deb o'ylayapsan. Ko'pchilik hamma shunaqa deb o'ylab, hech kim gapirmaydi chiroyli qizlarga. Davay kuzatamiz. Ketdik. O'zi suv tuzdan kelmaydi, havo balonga balo bormi? Yaxshi qiz, tanishsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ismim Gavhar Shapaloq. Shapaloq? Shapaloq yeysan yana bir marta yo'limdan chiqsang. Ko'rdingmi? Yigiti bor, tanishgisi ham kelmadi. Ha qizim, yaxshimisiz? Shu yerda Gavhar degan qiz bor ekan. Shuni surishtirib yurgandik. Uchi shunaqa dangasa, tili bir qarich, kattalar vashe hurmat qilmaydi. Abedgacha uxlaydi. Oysa abedda tepib uyg'otadi. Vashe bo'lmaydi opa u qiz. Voy, o'lay. Sog' qoldi-ya. Rahmat qizim sizga. Agar shunaqa yalqov qizni kelin qilganimda bormi? Ketdik-a? Mayli, yaxshi boring. Yes. Ko'rdingmi? Hamma sovchilarni o'zi aytib yubordi. Sovchini yigiti bor buni. Oy, yigit yo'q, prosta yerga tegishni xohlamayapti. Yur, ishxonasiga boramiz. Sog'lik uchun toza havo bor joyda yashash kerak Gavharxon. Ushbu mezbon loyihamiz ro'parasidan 108 gektarga katta bog' qurilyapti. Qara, o'sha 16-qavatga yetibdi. Balkondan chiqib, tabiatga qarab, kofeni ichib o'tishga nima yetsin? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Gavharxon, krentaga qarang. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Shunaqa, boshlang'ich to'lovni qilib, oyiga 6 million 200 dan to'lab borsangiz bo'ladi. To'g'risini aytsam, sevib qoldim. Kimman? Iskandar biling? Mezbon loyihasini. Kim bu bola? Men qattan bilaman, uy sotishga kelgan bo'lsalar kerak-da. Sotavermaydimi? Sen yoningda emas, suyla o'tiribdi. G'alati turamiz, uy sotsa mendan sotib oladi-da.